Keyingi mashinamiz Keyingi mashinamiz endi sedan xohlaganlarga sedan variant ko'rsatdik. Shu narxda crossover ko'rsatamiz. crossover. Xo'p, 77 modelimiz. Bu ham ikkita pozitsiyada bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, start stoplarni qarang, noodatiy joystikning yonida joylashgan. Bar qismida. Juda ham bu qulay, hozir zamon talabi deydi-yu. Barlarni ham ochilishi boshqacha ekan. Endi buni olib qarasa, trekker narxidan ham arzon. Nech pul bu? 288 million, chegirmasi bilan 268 millionga beramiz. Balonlarga alohida e'tibor qilamiz. Birinchi pozitsiyasida 18 yumshoq balon qo'yilgan diskalari, ikkinchi pozitsiyasida 19 yumshoq balonlari qo'yilgan. Mashinamizni xarid qilib, hech qanaqangi detal almashtir, nimadir xarajat qil, unaqa narsalar yo'q. Bu ham to'rt xil rangda, oq, qora, seri hamda qizil rangda mavjud. Eshiklarning yopilishiga qarang, juda ham qulay. Orqa qismlari ham keng, shinam. Sizenkalarning dizayniga alohida e'tibor qilamiz. Mana sport anaqasida, uslubda qilingan. Tonirovkalari zavodskoy shunaqa, orqalari o'zi qoraytirilgan. Hech qanaqa ruxsatnoma so'ralmadi. Orqalari qoraytirilgan. Hop, bagaj qismi bu ham juda ham keng. Mana. Juda ham keng, shinam. Alohida yana bitta narsa aytib o'tishim kerak. Ko'pincha propan qo'ydirsak, gaz ustanovka qilsak, qayerda qilamiz, nima bo'ladi degan savollarga hech qilsa yo'q, o'zimizda barchasini malakali ustalarimiz propan qo'yib berishadi. Shundoq balonni olib turib, yerga tabletka propan qo'yib berishsa, bor yo'qligi ham bilinmaydi. Lekin propanga ham hojat yo'q, chunki o'zi juda ham ekonomik B70 hamda T77 modelimiz.